Assalomu alaykum aka-ukalar. 5-may sanasiga so'rlarimizni o'tayapti chegirma holatda qo'yib yubordik. Bu so'rlarimizga keladigan bo'lsak, xonimiz chegirma qilib berdi, dastlabki chegirma qilib berdik. Borib o'rnatib berish xizmatini qilib berdik. Balon so'raganlarga balon qo'yib beramiz oyog'iga. Bu balongacha qo'shilib oladi. Bu so'rimiz o'zini tannarxi, xudo xohlasa 4 million so'mga xona bilan. Xonani ham qo'shib berdik. Bu so'rimizga keladigan bo'lsa, lagalar 4 ta laga qo'yib berganmiz. So'rimiz fasoni, naqoshli fasonda bo'ladi, naqshli o'tayotgan holatda. Xo'p, bu so'rimizga keladigan bo'lsa, 10 ta odam to'g'ri sig'adi. Biz Instagramimiz ham bor, Instagramimizda ham nimasini qo'yib qo'yamiz. Ko'rib o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, Instagramimizda ham qiziq videolar qo'yib turamiz. Xo'p, bu so'rimizni vodiy bo'yicha telefon qilishganlarga, to'g'ri 4 millionga olib beramiz, xona bilan, dastavkasi ichida. Balon qo'shilib oladi, balon so'raganlarga balon qo'yib beriladi deb qo'yganlarga, ayaqali g'ildirak qo'yilyapti. Unga 200 ming qo'shilib oladi, o'rnatib berishi bilan. Voha, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Buxoro telefon qilib qolsa, unga xudo xolasa 200 ming, 250 ming, 300 ming joyiga qarab o'zgarib qolish narxlari mumkin. Kimga shunaqa so'ri xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlarimizni tagiga shunday qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol xohlagan vaqtda telefon qilsangiz aloqaga chiqamiz, kelishib olsak, jo'natib yuboramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammalarga rahmat, biz kuzatganlaringiz uchun.